O yaxşı oqsam, yaxşı oqmay xonimani qaqsib judingmi işte? Yaxşı oqdim yayno. Qandaqsa bitdi. Dar qo'shaylar olsa. Xata bo'lmaydi. Men hozir ma'batlashyapman. Ha merhaba idini açıq yıldığanda söygüsü muhalif çıktığa işte herkes qilmaymiz men deb qo'yay. Shunda olganda Ahmad Sattan hozir poytaxtkan qo'y. Sizcha oshning osh aptida bir qiz ol yosh ko'raman shuni? Ahmad Sattan endi qo'limni qichib qutulganini men bir ko'ray. Men seni maktabda yaxshi o'qisam, yaxshi o'qimay xonimani qaqsib judingmi işte? Yaxshi oqdim yayno. Qandaqsa bitdi. Ne ataş? Yaxshimidash, ko'rsataman. Voy, jallaka. Nima bo'ldi bu yo'lda kelib kichik nima do'shkanlab yo'da? Ha, bu yaxshi o'qas, yaxshi o'qimay, ma'lumini qaqshtib. Qandaqsa bitdi, yaxshi o'qidim men. Ayla shoqtini. Man qayla. Ha, nima bo'ldi shunday bir kichik shuni maktubni yondirib chiqdi. Ay, nima shulatdi adash? Qara, men maktabda bor, qara telefon o'ynagani ozdab. Tanaffus vaqtida qiz savodashlarga telefonni berib 5 modul pul yig'ibdi bu. Elaka yigit taqsini tatida debsin do'ra qapta. Iqtisodiyni yaxshi ko'yibdi bu. Adash, balning oldida shupakka qizli qilmanlar to'lar. Şunu neymiş oldu şunlar ben uşak çıkın balon döşkeylep. Bom, mendaqqa ish adash. Meni shirkat qiladigan jiddiy ishim chiqib qoldi degina. Shonsini balga bir kun qarab turamdiki deb akilishimdi. Chima? Sen? Chimga? Balga? Qaylanglar Şahlik Sametcan. Bizdak bir sür boytaq adam. Ma özümüzü bakamazsak bu balını qanday baqamiz hamda? Eng yaxshisi anasiga olib berib shu baqsin. Ya, siz bilmaydi ekansiz adash. Sen bala vaqmagan bilan baxmachilikni bak uzun qilgan-ku. Balaga qarab etsa adash, Uni ustiga shirkatning tadrijiy taraqqiyotida sening bir kishilik o'rning bor. Ato'ga muavin boshliq bo'lsa, ham shunday bo'lsin adash. Hey! Am unda degan nima degan hamda? Sen bu bala vaqmagan bilan kala vaqgan deb sen bir to'paqmi sen bu? Qiziq. Balam ismin nima senin? Mehmetcan. Mehmetcan? Küçük numaragam dadistak isim qo'yib qo'yaptimi? Samat, Mehmet. Şahlik Sametcanning inisi Şahlik Mehmetcan. Yani bo'ldi da. Aman emas. Kichik bola qaylasamni ichim kuyib ketadigan. Balam. Qusqan qandiroq? Ach. Qusqan açtı. Üç kvaza verip de sık kapasam yeysak canım. Yeysersin. Üç Şahlik Samet'ten inisemez mi? Yeysersin. Sılnan cemaat balam şu başkından çıkamağına mı tuğulgan? Manam da. Mala. Can, onu kebap pişirip bergan? Yo, oğa valla 3 sık kebap yapıp oldun mu? Müştek aşkazlığına. Şahlik Samet sana bizimle ip vermeydik ne fakatla. İşte aşkanma bala man çilap yigine ala. Oy, Ahmet Sattan oturdu o bir adam. Ahmet Sattan. Sen bir yer yürüysen ko. Ahmet adam muacaş kim buldu? Ba açança kayla bulan. İsmi Peri. Özel bir çolakmış da meyip kız ola. Açat kılmamışsın neyle ilgili ne? Ey, Ahmet Sattan. Dadadaydı o bu. Pek şaşkın sen. Balızı bre ayağını teplam kamlarını kutulga okşamamsan. Pek umak o bu. Vay Peri çolak. Onda iş yok kaylan. Siz bir yerinimiş kılsınız. Bana gap dediğine kara. Ma atrapta bir telefon bazır barmış. Mama telefonum yaman qotirab ketdi degina. Ya shin qavtatmaydi, ya seg'im yetmaydi. Shu almashtirib degandim. Bo'pti, almashtirib. Ey, Ahmet Sattan. Ma ayolin sal shoshma, ha? Ma balasini sana baqtirib o'zi choy o'ynab juga o'xshamamdi. Qaylan men sizga abay dedim, bu mening balam emas. Bu bizning Şahlik Sametning ojisining balasi o'sha men beqib turyapman. Şahlik Samet sana ojisini tanishtirib qo'yib bir balla qolib qoldingina meyadan. Qaylan Paricho'lar. Ma mening balam emas, men muhabbatlashish bosqichidan muhabbat. Ay kim o sening muhabbating? Mening muhabbatimcha qarang. Ay yiding o'z ishlaydigan merhaba yiding. Yana bo'ladi, payzon va.
Idon gonsuz işleydiğen birini tapdın degine. Ras sizning nima tilpingiz idonning qarshida? Ma soyat kelganda shimar tatadigan idonni kirishimiz ben. Qaylan, menda bir amal yurtay qaylan. Unda olsa ma tilpin bozoriga berish ketmaydi. Siz ashuni idonning tijorat sog'lam chisingiz qaylan. Da bas, muvaffaq, e'tibor, baholiq, ajoyiblik, ishonchlik tilpinni ashada yipgan ola olaysizmi? Mama qaylan ko'rdingizmi? Ma merhaba idonrim, menga o'z qo'li bilan tanlab bergan pichcha tilpin bor. Qasqo. Yeni mulada istaqlayam mana bir mujray. Istaqlayam. Ahmed Satan. Sinema hayatını bıraktın basım adamga faydan yo'q ekan. Men biz zarlik jilar emas, hammadamga ziynim yetadigan. Tanjima. Ahmet Satan degan adash mishat tamoq yem da'vatdi. Qani bu? Mana? Dar qo'shaylar da olsa. Nimaga? Pari cho'loq bilan o'tirib ketganini qara. Mana. O'g'rim tutsam meli bilan deb. Hamda merhaba yedin qanday javob qilsanki men bir ko'r. Xata bo'lmaydi. Men hozir ma'batlashyapman. Ha merhaba idoni ochiq qilganda sevgisiga muxolif ish qilgan ishni hargiz qilmayman men deb qo'yay. Ündüdar qo'shaylar, datimi, beshimizni qo'shaylar demadim sana. Bo'lmaydi, ish qilib bo'lmaydi. Balam, yeb bo'ldingmi? Ha, qo'shqo'yma. Voy, ben mushchilik oshqozning nima yemoqchidan ala, men qo'lingdagi nonni elab, men nonni tutam. Ala, men yo'lda borcha, degina men qo'pa. Bo'randek yeb kuchib o'tirib. Masatan, qaytiva bo'pti. Men yordam qilmoqchi bo'lsam, men mehmon qilaman. Men mehmon qiltay? Xo'p, men mehmon qiltay degan gap, meningkini qo'shib, sen mehmon qilat degan gapda qachon? Biz ma qizvalning pulini qashlab yurdigan Ahmed Sattan emasmi deb qo'yay. Rahmatdan olsa. Ziyon bo'ldi-da, qaylab tur menga, atay menga ijara bo'taman. Xo'shay. Voy pari cho'loq. Voy siz bu yerda yursiz-ku. Sen benim iş qilsa shalik zaman. Ay şu Ahmet Satanning jidil olmamda. Qara, og'iz yaxshi ko'ra qolgan qiz balq choplish bo'lib, danga bola. Voy, bu nimanda jiq qolib yuribdingiz, ha? Elasizmi? Ya, shalik samat, ya. Yaman kebab qamroq kelsan. Voy gapini qilma. Mush qopni ko'rsamni bag'u, ig'zim seriqsiz yig'ilib ketdi danga meni. Keching, ha. Yo, bana. Hey. Ben gipimiz qaytib kelsak, abay. Kimdan jiyema va? Gapni gap qilamsan ya. Abay. Ahmed Sattanni og'aynisini bir qizal tarishyapti dedingmi? Ha. Ava yaman nachar nimkani ava. Keme gaqla. Avaga qarang yaman nachar nimikan. O'zining og'ins yaxshi ko'ra qolgan qiz bilan talishib, qo's oshqog'i chitdik kirishib oldi emasmi ava? Ilanga siz go'shga mira qo'siz, ha? O'lma yana. Hey. Shunda olganda Ahmed Sattan hozir poytaxtgan-ku. Poytaxt? Sizga oshning osh aptida biray qiz bol yosh ko'raman shuni, ha? Hey, nimanda jiq buyuryapsiz bu qopni? Ahmed Sattan, endi qo'limni qechib qutulganini men bir ko'ray. Filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni qo'shib eling.